Assalomu alaykum do'stlar, ingliz tili onlayn kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev. Bugun kanalimda o'tib beradigan mavzum juda ko'p kishida savol bo'ladi. Shahzod ustoz yoki Shahzod qancha vaqtda ingliz tilini o'rganish mumkin? Qancha vaqtda ingliz tilini o'rganib tugata olaman? Qancha vaqtda men gaplashadigan darajaga olib chiqa olasiz? deb juda ham ko'p so'rashadi. Aynan mana shu savollarga bugun javob beraman. Bugun darsda boshlashdan oldin shu narsani eslatib o'tishim kerakki, har doim men kanalimda ingliz tilini o'rgatib boraman. Shuning uchun do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Undan tashqari do'stlar, kimda kim ingliz tilini boshidan sekin-sekin, qadamma-qadam o'rganishni xohlasa, Telegram kursimizni taklif qilaman. Telegram kursimizning linkini opisaniyada qoldiraman. Okay, bugungi darsimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Xo'p, birinchi bo'lib biz hozir ingliz tili darajalarini bilib olaylik. Nechta daraja bor? Har bir darajani keyin vaqtlarga ajratib chiqamiz va qo'shib olamiz. Osongina qancha vaqtda o'rganishimiz kelib chiqadi. Okay? Xo'p, demak boshladik. Ingliz tilida o'zi 6 ta daraja bor. Ya'ni ingliz tili kirganingizda o'zi 6 ta darajaga bo'linib ketadi. Darajani rus tilida уровень deydi, ingliz tilida esa level deydi. Level. Okay. Mana ko'rib turganingizdek 1 dan 6 gacha yozib olganman. Birinchi o'rganimizda beginner, ya'ni 0 dan o'rganuvchilar uchun. 0 dan boshlasangiz ingliz tilini umuman bilmasangiz, alfabetdan, numerdan, keyin artikellardan, have, has, mana shuni sekin-sekin o'rganadi 0 dan. Alfabet. Okay, men hozir chekkasidan yozib ketaman mana bu tomondan qancha vaqtda o'rganish mumkinligini. Xo'p, deylik beginnerni 2-3 oyda o'rganish mumkin. 2 oy yozaman, xo'p. 2 oy yozamiz. Elementary'ni 4 oy yoki 5 oyning o'rtasida o'rganish mumkin. Deylik hozir men buni elementary'ni 4 oy deb yozib ketaman, xo'p. 4 oy. Okay. Keyingi pre-intermediate 2 oyda tugatish mumkin. Chunki pre-intermediate juda ham katta problema emas. Intermediate esa juda ham katta narsani o'z ichiga oladi. Asosiy mavzular intermediate'da berilgan. Intermediate levelni tugatib IELTS'ga borib IELTS topshiradigan bo'lsangiz 5.5 dan, ya'ni 5.5 dan tepaga qarab ketaveradi yoki 6 olishingiz ham mumkin. 6.5 ham olishingiz mumkin. Intermediate darajani tugatganingizdan keyin. Xo'p, intermediate shuning uchun 5.5-6 daraja olganingizdan keyin o'zicha juda katta narsani oladi. Shuning uchun intermediate levelda ham 4 oy yoki 5 oy ichida tugatishingiz mumkin bo'ladi. Okay, shuning uchun men yana bu yerga 4 oy deb yozib qo'yaman. Endi qisqa muddatini yozib ketaman. Upper intermediate level'imizda intermediate'dan baland, kimda kim 7 yoki 7.5 oladigan bo'lsa, olishni xohlasa, upper intermediate darajani tugatib qo'yish kerak bo'ladi IELTS'dan. Okay? Xo'p, shuning uchun biz bu o'rganni yana 5 oylar yozishimiz kerak, 5 oy. Chunki juda ham katta o'rgan va hamma o'rganlar bitta qilib upper intermediate'da joylab qo'ygan. Okay? Advanced level'imizga juda katta vaqt ketmaydi. Advanced level'da sinonimlar berilgan, shuning uchun kamroq vaqtda o'rgansa bo'ladi. 2 oy deb qo'yamiz, okay? Yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, oylarni yozib chiqdim, qancha vaqtda har bitta o'rganni tugatish kerakligini. Endi shunga e'tibor beraylikki, men oxirgi 5 va 6 o'rganimiz upper intermediate va advanced level'da tugatish 100% shart emas. Okay? Bu o'zingizning xohishingizga bog'liq. Agar men o'qiyman, menga kerak desangiz, o'qishingiz mumkin. Xohlasangiz, agar xohlamasangiz, o'qimasangiz ham siz hech narsa yutqizmaysiz. Intermediate o'rgan bilan ham ancha narsaga erishish mumkin va erishsa bo'ladi. Okay? Mana shu intermediate darajasida bo'lsangiz, IELTS olmasdan ham ko'p narsa erishsa bo'ladi. Okay? Xo'p, endi hisoblab chiqamiz, qancha vaqtda qancha bo'ladi. Okay, birinchi 2 oyga 4 oy qo'shamiz, 6 oy bo'ladi, okay? 6 oyga yana 2 oy qo'shamiz, 8 oy. 8 oyga yana 4 oy qo'shamiz, 12 oy. 12 oyga 5 oy qo'shamiz, 17 oy bo'ladi. 17 oyga 2 oyni qo'shamiz, 19 oy bo'ladi. Ya'ni 19 oy bo'ladi. Okay, qaranglar. Endi ingliz tilini 0 dan boshlaganingizdan keyin, misol uchun problemalar bo'ladi. Deylik, gruppa yopilib qolishi mumkin yoki ustoz ko'chib ketishi mumkin yoki o'quv markazi yopilib qolishi mumkin yoki siz tug'ilgan kuningiz bo'lishi mumkin yoki to'ylarga borishingiz mumkin, to'g'rimi? Yoki kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Ma'lum bir sabablarga ko'ra siz darsdan qolib ketasiz, to'g'rimi? Bir dars, 2 dars, 3 dars qolib ketasiz, to'g'rimi? Yoki bayramlar to'g'ri kelib qoladi. Mustaqillik bayrami to'g'ri kelib. Mana shu kamchiliklarni chiqarib tashlagan holatda 19 oyda hamma o'rganni tugatish mumkin ekan. Agar xohlasangiz, men oxirgi 2 ta o'rganni oyini minus qilib qo'yamiz. 5 oy va 2 oy. Ya'ni 7 oyni minus qilib tashlaymiz. Shunda
minus 7 bo'ladi. 16 oyda 16 gapni qarang. Shunda 7 qilsangiz 12 oyda ya'ni 1 yilda o'rganishingiz mumkin bo'lar ekan. Mana aka 19 dan 7 ni ayiramiz 12 bo'ladi. Shunda 12 oyda mana shu intermediate darajani tugatishingiz mumkin. Intermediate daraja qanday o'rin desangiz, bemalol gaplasha olasiz, eshitsangiz tushuna olasiz, yozsangiz bemalol yoza olasiz grammatik jihatdan. Undan keyin o'qishga keladigan bo'lsak, o'qisangiz matnlarni tarjima qila oladigan darajada bo'lasiz. Intermediate darajada. Undan keyin intermediate darajada bemalol chet davlatlarga borib o'qish mumkin. Ammo hamma narsani 100% eplab ketadi degani emas. Xo'p, o'rinlar bo'yicha mana shunaqa edi. O'rinlar ana ko'rib oldikki, ingliz tilini qancha vaqtda tugatish mumkinligini. Shuning ustiga, buning ustiga do'stlar, men o'zimni Telegram kursimni ham aytib o'tib ketayki, bizning Telegram kursimizda har bir o'quvchiga отдельно individual tarzda yondashamiz va har bir o'rinni men aytib o'tgan raqamlarimga nisbatan tezroq o'rganishingiz mumkin. Misol uchun beginner o'rinimizni 2 oyda emas, 1,5 oyda tugatishingiz mumkin. Elementary esa 3,5 oyda tugatishingiz mumkin. Pre-intermediate va intermediate ikkalasini bir vaqtda o'zida o'rganamiz. Shunda 4 oyda, ya'ni 6 oylik narsani 4 oyda o'rganib tugatishingiz mumkin. Shuning uchun hammalarga men Telegram kursimizga taklif qilib qolaman va linkini opisaniyada, descriptionda pastda qoldiraman. Bemalol kirib obuna bo'lishingiz mumkin. Xo'p, mana shu narsa ichida do'stlar, men sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarim. Undan tashqari do'stlar, men IELTS haqida ham video qilishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Chunki keyingi darslarimizda ham, keyingi videolarimizda ham IELTS haqida video qilishim mumkin. Ingliz tilini qancha vaqtda o'rgansa bo'ladi degan savolingizga javob topa oldingiz degan umiddaman. Shuning uchun do'stlar, videomizga like bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman, chunki boshqa ingliz tili o'rganuvchilarga ham bu darsligimiz yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lardingiz. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha, bay bay.